Bundan bir yil avval mamlakatimizda butunlay yangi tizim mahalla bankiri va yordamchi agentlar faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Ular hududning biznes imkoniyatlarini o'rganib, aholining g'oyalarini loyihalarga almashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Trustbank xususiy aksiyadorlik banki ham mazkur jarayonlarda faol ishtirok etib, respublikamiz bo'ylab jami 101 mahallada mahalla bankiri va yordamchi agentlar lavozimini joriy etdi. Natijada aholini bandligini ta'minlash va daromadini oshirish bo'yicha mikroloyihalarni moliyalashtirish hamda yangi ish o'rinlari yaratish yuzasidan bir qator ishlar olib borildi. Xususan, yanvar-dekabr oylarida 76 milliard 200 million so'mlik 4285 ta mikroloyiha amalga oshirildi. Buning natijasida 8803 ta yangi ish o'rni yaratildi. Tanlab olingan mahallalarda kambag'al oilalarga 22 milliard so'mdan ortiq mingta loyiha paketlari yetkazib berildi va ularning daromadlarini 60-70 million so'mga oshirish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari mahallada faoliyat yuritayotgan mahalla bankirlari va yordamchi agentlarning ishini yanada jadallashtirish va ularning ishlarini samaradorligini oshirish borasida hamda qilinayotgan ishlarni rag'batlantirish bo'yicha Trustbank tomonidan o'quv seminarlari, team buildinglar tashkil etildi. Bundan tashqari mahalla bankirlari va yordamchi agentlar tomonidan mahallalarda bank hisob raqamiga ega bo'lmagan fuqarolar o'rganib chiqildi va buning natijasida 14 mingdan ziyod fuqarolarga bank hisob varaqalari ochib berishga erishildi. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida istiqomat qiluvchi Muzaffar Ergashev o'zining oilaviy tadbirkorligini yo'lga qo'yib, qurilish materiallarini ishlab chiqarmoqda. U Trustbankning mahalla bankiri ko'magida bankdan imtiyozli kredit olib, o'z faoliyatini kengaytirgan. Mazkur ishlab chiqarish sexining oylik daromadi o'rtacha 11,2 million so'mni tashkil etadi. 2 yil oldin oilaviy tadbirkorlik qilib, penabulo ishlab chiqarib kelasdik. 2 nafar ishchi olingan edi. Endi bir yilga kelib mahalla bankiri Trustbank orqali kredit tavsiya qildi. Bizga kreditlar ma'qul tushdi. Kreditlar olingandan keyin bir yilga kelib mana 6 nafar ish o'rni yaratildi. Ularga o'z vaqtida oilalarini yetkazib beryapmiz. Hozir endi kelishilgan holatda kredit olib faoliyat kengaytirish nimamiz bor. Kler-road bilan apparat chiqaradigan apparat olib kelmoqchimiz. Mahalla bankiri orqali kredit olganimizdan keyin ish jarayonlarimiz hozir kengayib, tezlashdi. Ishli mahsulotlarimiz ham ko'proq chiqyapti. Kredit masalasi bo'yicha ishimiz oson tutdi. Tez muddatda chiqarib berdi. Bu sa'y-harakatlar butun mamlakatimiz bo'ylab o'z samarasini ko'rsatmoqda. Birgina poytaxtimizning tanlab olingan mahallalarida yil davomida 506 milliard 400 million so'mlik mikroloyiha ishga tushirildi. Buning natijasida mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Agar poytaxt misolida mahalla bankirlarining bajargan ishlarini sarhisob qiladigan bo'lsak, qator hududlar jumladan Bektemir tumanida mikroloyihalar yaratilgan yangi ish o'rinlari hamda aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar ijobiy natijalarni ko'rsatganligini ko'rish mumkin. Yil boshidan bugungi kunga qadar jami 50 ta mikroloyihalar yaratdik. Ushbu mikroloyihalarda biz 300 dan ortiq ishchi o'rinlar tashkil qildik. Bu mikroloyihalarda aholi g'oyalarini mikroloyiha sifatida shakllantirib, ushbu mikroloyihalarga biz kreditlar ajratib, ishchi o'rinlar yaratdik. Tumanda mahalla bankiri va yordamchi agentlar tomonidan tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolar bilan individual ish olib borilib, loyihalar aholining taklif va ehtiyojlaridan kelib chiqib shakllantirildi. Ikota mahallasida tashkil etilgan yangi avlod xususiy nodavlat ta'lim muassasasi ana shular jumlasidandir. Ushbu nodavlat ta'lim muassasasi joriy yil boshida ish boshlagan bo'lib, Trustbank mahalla bankiri yordamida bankdan imtiyozli kredit olgan. Bog'chamizni ochilishida Trustbankning mahalla bankiri yordam bergan. Imtiyozli kredit olishda ko'mak ko'rsatdi va shu kredit mablag'i bilan biz ishimizni yo'lga qo'yib, hozirgi kunda bog'chamizda 10 nafarga yaqin yangi ish o'rni yaratilgan. Bog'chamizni sig'imi 80 o'rindan mavjud. Hozirgi kunda 50% deyarli to'lgan. Ushbu Ikota mahallasida ko'p ota-onalar bizga yana iltimos bilan bog'cha ochinglar, ko'paytiringlar deb chiqqan iltimoslarga binoan bizda yana xuddi shunaqa 80 o'rinli bog'cha ochilish arafasida turibdi. Xudo xolasa keyingi yilda yana yangi ishchi o'rinlar yaratib, yana yangi bog'chamizni ochilishini kutmoqdamiz. Muxtasar qilib aytganda, hududlarda savdo, xizmat ko'rsatish, maishiy xizmat va ishlab chiqarish yo'nalishlarida qator mikroloyihalar ishga tushirildi. Ularni moliyalashtirishda Trustbankning imtiyozli kredit mahsulotlari muhim o'rin tutdi. Aytish joizki, mahallaga tushgan har bir loyiha faqat iqtisodiy natija emas, balki ijtimoiy barqarorlik, aholi turmush darajasining oshishi va kelajakka ishonch demakdir.